Ertalabki quyosh hali butunlay ko'tarilmagan, hovlida esa allaqachon gimirlash boshlangandi. Mehribon supada o'tirib, sabzi archib o'tirardi. Uning qo'llari tez-tez harakatlanar, ammo ko'zlari boshqa yoqqa, darvoza tomonga qadalgandi. Bugun ko'p kutilgan kun. Erining onasi Zulayho xola uzoq qishloqdan mehmonga kelmoqchi edi. Mehribon 19 yoshida turmushga chiqqan, hozir 22 da edi. 3 yildan beri shu xonadonda kelinchak bo'lib yashardi. Eri Sardor yaxshi yigit, ishchan, mehribon. Lekin uning onasi Zulayho xola boshqa mahallada yashab, kam-kam kelib turardi. Har safar kelganda uyni boshiga ko'tarardi. "Kelin, choy tayyor bo'ldimi?" dedi ovoz eshikdan. Mehribon sapchib o'rnidan turdi. "Tayyor, oyijon, tayyor. Buyuring, marhamat." Zulayho xola ichkariga kirib, atrofga razm soldi. Uning nigohi har doim qandaydir kamchilik izlagandek edi. "Bu gilamni yana yuvmadingizmi? Chang bosib yotibdi-ku." "Kecha yuvgandim, oyijon. Balki ko'chadan chang kirgandir." "Bahonalar ko'p sizlarda. Mening zamonimda kelin degani kunda 3 marta hovlini supurar, gilamni qoqar edi." Mehribon jim qoldi. Bahslashish foydasiz ekanini bilardi. Faqat bosh irgab choy quyishga kirishdi. Sardor ishdan kelganda onasi uni chetga tortib gapira boshladi. "O'g'lim, sen bu xotiningni erkalatib yubording. Ancha semirib dangasa bo'lib qolibdi." "Oyi, u dangasa emas, kun bo'yi ishlaydi. Sizga shunday tuyulyapti xolos." "Ha, hammangiz shunday deysizlar. Keyin bir kun ko'zingiz ochilganda kech bo'ladi." Sardor bu gaplarga o'rganib qolgandi. Onasi har kelganda shunday gaplar aytardi, lekin u xotinni yaxshi bilardi, mehribon, sabrli, halol ayol edi. Kunlar shu tariqa o'tib borardi. Zulayho xola bir hafta turishga qaror qilgandi, lekin har kuni yangi bahona topib, mehribonni ranjitardi. Bir kuni ovqat tuzi kam bo'ldi deb, bir kuni bola yig'lagani uchun onasini ayblardi, chunki mehribon endigina 1 yoshga to'lgan qizchasi bor edi, ismi Gulbahor. "Bola nega bunday injiq? Siz uni yaxshi boqmayapsiz shekilli", dedi Zulayho xola bir kuni chaqaloq yig'lab turganda. "Tishi chiqayotgandir, oyijon. Shifokor shunday degandi." Bahona ko'p. Mening zamonimda bolalar tishlari chiqqanda ham indamay yotardi. Mehribon indamadi. Faqat bolasini bagriga bosib tashqariga chiqib ketdi. Ko'zlaridan yosh oqardi, ammo u yigisini hech kimga ko'rsatmasdi. Qo'shni ayol Nodira opa buni ko'rib qoldi. "Nega yig'layapsiz, singlim? Yana qaynonangiz birov gap qildimi?" "Yo'q, opa, hech nima. Shunchaki charchadim." Charchagan odam ko'zlarida bunday yosh bo'lmaydi. "Aytavering, ichingizga yutmang." Mehribon chuqur xo'rsindi. "Opa, men bilaman, oyim meni yoqtirmaydi. Lekin nega ekanini tushunmayman. Men unga hech qachon yomon gap aytmaganman, xizmatini qilaman, hurmat qilaman. Baribir har narsadan ayb topadi." Nodira opa boshini chayqadi. "Ba'zi odamlar shunday, qizim. Ularga qanchalik yaxshilik qilsang ham, ko'zlariga yomonlik bo'lib ko'rinadi. Bu ularning o'z dardidir, sizniki emas. Faqat sabr qiling, Alloh haqni ko'radi." Bu so'zlar mehribonga biroz taskin berdi. U yana kuch to'plab ichkariga qaytdi. Orada oylar o'tdi. Bir kuni Zulayho xola kasal bo'lib qoldi. Yurak muammosi kelib chiqib shifoxonaga tushirishdi. Sardor ishda edi, qarindoshlari uzoqda. Mehribon kechayu kunduz onasi, ya'ni qaynonasi yonida bo'ldi. Dori berdi, ovqat tayyorlab olib bordi, tunlari uxlamay qarab chiqdi. Zulayho xola bu holatni ko'rib hayron qolardi. Kutgan emasdi buni. "Nega sen mening yonimdasan?" dedi bir kuni zaif ovozda. "Men senga shuncha yomonlik qilgan bo'lsam ham." Mehribon jilmayib qo'ydi. "Siz mening onamsiz, oyijon.
Yaxshi-yomon kunlarda yoningizda bo'lish mening burchim. Zulayho xolaning ko'zlariga yosh keldi. U hayotida birinchi marta o'zining nohaqligini his qildi. Kechir meni, qizim. Men senga nohaq gaplar aytdim. Shuncha yil sabr qilding, indamading. Men esa faqat ayb qidirdim. Bo'ldi, oyijon, o'tganni unuting. Muhimi, hozir tuzalib ketishingiz. Bir hafta o'tib Zulayho xola sog'ayib uyga qaytdi. Ammo u endi boshqa odam edi. Kelinini boshqacha ko'z bilan ko'ra boshladi. Endi har bir ishida yordam berardi, hatto Gulbahorni ham suyib mening nabiram deb erkalar edi. Qo'shnilar bu o'zgarishni ko'rib hayron qolishardi. Nima bo'ldi o'zi, Zulayho xola bunchalik yumshab qoldi? Deb so'rardi Nodira opa Mehribondan. Alloh o'zi ko'rsatdi, opa. Ba'zan odam faqat qiyinchilik ko'rgandagina haqiqatni anglaydi. Bir kuni kechqurun hammalari birga dasturxon atrofida o'tirishganda Zulayho xola gap boshladi. Bilasizlarmi, men yoshligimda ham qaynonamdan ko'p azob chekkanman. Ba'zan o'ylardim, o'z kelinim bilan boshqacha bo'laman deb. Lekin negadir o'sha azob meni battar qattiqqo'l qilib qo'ygan ekan. Kelinimga xuddi o'zimga qilingandek muomala qilganman, bilmasdan. Sardor onasining bu so'zlaridan hayajonlanib ketdi. Oyi, muhimi, hozir tushundingiz. Kech emas. Ha, o'g'lim. Alloh menga ikkinchi imkoniyat berdi. Bu safar uni behuda sarflamayman. Oradan yana oylar o'tdi. Mehribon ikkinchi farzandiga homilador bo'ldi. Bu safar Zulayho xola uni parvarishlashda birinchi bo'lib turardi, vitaminlar sotib olardi, salat pishirib berardi, hatto kechalari uxlamay uni kuzatib chiqardi. Oyijon, dam oling, men o'zim uddalayman, derdi Mehribon. Yo'q qizim, sen dam ol. Endi mening navbatim seni parvarish qilish. Bu gaplarni eshitib Mehribonning ko'ngli to'lib ketardi. U bir paytlar shu ayoldan qanchalik ranjigan bo'lsa, endi shunchalik minnatdor edi. Farzandi tugilganda bu safar ogil bo'ldi. Zulayho xola bolani ko'tarib ko'z yoshi bilan dedi: Bu bola mening ham nabiram, mening ham quvonchim. Ismini Sabr qo'yaylik, chunki bu oiladagi sabr mevasi shu bola. Hamma kulib rozi bo'lishdi. Yillar o'tib Mehribon va Zulayho xola orasidagi munosabat butun mahallaga o'rnak bo'ldi. Odamlar ularni ko'rib, ana haqiqiy ona-qiz munosabati shunday bo'ladi, deb aytishardi. Hech kim ularning avvalgi kelishmovchiliklarini eslamasdi ham. Bir kuni Nodira opa Mehribondan so'radi: Singlim, sirlashib qo'ya qol, o'shanda qanday chidading? Men bo'lganimda ancha oldin ketib qolgan bo'lardim. Mehribon jilmayib javob berdi: Opa, mehr bu urug'ga o'xshaydi. Uni tuproqqa ekasiz, darrov ko'karmaydi. Ba'zan yomg'ir kerak, ba'zan quyosh. Lekin sabr qilsangiz, albatta unib chiqadi. Men shunchaki urug' ekkanman, meva esa o'z vaqtida yetildi. Bu so'zlar butun mahallada gapga aylandi. Yosh kelinlar Mehribonning oldiga kelib maslahat so'rashardi. U esa har doim bir xil javob berardi: Yaxshilik hech qachon behuda ketmaydi. Ba'zan uni ko'rish uchun sabr kerak, xolos. Zulayho xola keksaligida, nabiralari qurshovida kelinini duo qilib o'tirardi. Sen mening haqiqiy farzandimsan, qizim. Sen bo'lmaganingda men bu dunyodan mehrsiz o'tib ketardim. Mehribon uning qo'lini o'pib, ko'z yoshlarini yashirmadi. Rahmat sizga ham, oyijon. Siz menga hayotning eng katta saboqini o'rgatdingiz. Kechirim va sabr haqiqiy kuchdir.